1914 iyun Serblar bilan Kroatiyanlarni yolg'ondan dushman deb nishon qilib, Bosniyada harbiy manevr o'tkazdi. Bu ish Serb millatchilarining g'azabini qo'zg'adi. Shunlashqa Avstriya podshoh jamiyatidan shahzoda Franz Ferdinand Bosniya poytaxti Sarayevoga qaytib kelgan chaqda ikki yigit orqa-orqadan o'q uzib, uni jahannamga yo'lladi. Shuning bilan bu ikki vatanparvar Serb yigit Birinchi Dunyo urushi piltisiga o't yiqib, kapitalistik davlatlarning dunyo urushi qo'zg'ishiga bir bahona tepib berdi. 1914-yili 28-iyul Avstro-Venger imperiyasi Serblarga urush e'lon qildi. 30-iyul Rossiya umumiy safarbarlik jakarladi. 1-avgust Germaniya Rossiyaga urush e'lon qildi. 3-avgust Germaniya Fransiyaga, 4-avgust Angliya Germaniyaga, 8-avgust Avstro-Venger imperiyasi Rossiyaga urush e'lon qildi. Shunda qilib, insonlar tarixida birinchi qitimliq dunyo urushi portladi. Gitler bu urushdan cheksiz xushal bo'lib, uni yep-yangi bir davrning boshlanishi deb qaradi. Urush uning hayotida butunlay yangi bir sahifa ochgandek bo'ldi. Hayotimdagi eng ulug' va unutilmas davr ana shunday qilib boshlanib ketdi, deydi Gitler, keyin o'z hayotini eslab. Bu go'yo men yoshlik davrimdagi gajgamdan besib turgan g'urbatchilikdan qutqizib chiqish bo'ldi. Shuni nihoyat ochiq ko'ngillik bilan e'tirof qilamanki, men qattiq hayajonlanganimdan tizlanib, Tangrining menga bundoq bir davrda yashashdak baxtli fursatni ato qilganligiga chin qalbimdan tashakkur ayladim. Men uchunmi, barliq germanlar uchunmi o'xshashla, endi hayotimdagi xotirlashga eng arziydigan davr boshlangan edi. Mana bu Gitlerning razil at-bashirasi. Gitler darhol harakatlanib, aktivlik bilan urushga qatnashdi. U 3-avgust Bavariya kinazi Lyudvig 3-ga xat yozib, o'z ixtiyorligi bilan Bavariya piyoda askarlar polkiga kirishni iltimos qildi. Uning iltimosi atsida tasdiqlandi. U buyruqqa binoan Bavariya zapas piyoda askarlari 16-polkiga berib o'zini ma'lum qildi. 3 oylik mashqni boshdan o'tkazgandan keyin 1914-yil oktyabrning oxirlarida oldingi safga berib, Bavariya zapas piyoda askarlar 16-polik 1-batalyonida aloqachi bo'ldi. Hozirgacha saqlangan bir parcha surat bor bo'lib, uningda Gitlerning uchisida harbiy kiyim, mo'risida miltiq, g'ayrat, jasorat bilan cho'ng qadam tashlab, bir cho'ng ko'chada xushallik bilan tez mengib ketayotganligi tortilgan. Bu urush uning yoshlik davridagi maskinlik, ma'nisizlik, maqsad nishonsizlikdan qutulishiga yordam qilib, ikkinchi vatani bo'lgan Germaniya uchun xizmat qilish orzusini ishga oshirdi. Urush davomida Gitler qo'rqmas jangchi bo'lib, nihoyat boturlik ko'rsatdi. Felantiki Jendi jengidan keyin, ya'ni 2-dekabr 2-darajalik Temir Krist medaliga erishdi. Biroq bu uningga oson kelmadi. Uning batalyonidagi 3500 odamdan 4 kunlik jangdan keyin aran 600 odam qolgan. Ofitserdan aran 30 nafar qolgan. U Myunxendagi saypunga yozgan xatida, bu mening hayotimdagi eng baxtli bir kun. Afsuski, bu medalni elishga tegishli sabdoshlarimning hammasi deguda qurbon bo'ldi degan. 1915-yili Angliya, Fransiya askarlari Epren, Ottawa qatorliq joylarga yangi kashf qilingan tanki bilan ko'p qitim hujum qildi. Ishiltish jarayonida tankining zo'r qudratga ega ekanligi isbotlandi. Germaniya qo'shinlari zaharli gaz ishlatdi. Ikkili tarafda talafot ko'p bo'ldi. Gitler urush davomida Azroilning changilidan necha martam qutulib qoldi. U 7-oktyabr 16-polikning 3-rotasi qolmashdi. 1916-yil fevral Germaniya 250 ming askariy kuchi bilan Versalga hujum qildi, lekin iyulgacha Versalni ola olmadi. 1-iyul Angliya Fransiya Sommi daryosiga hujum qildi. Jang intoyin shiddatli bo'lib, ikki tarafdan sonsizligan odam o'ldi, yordar bo'ldi. Ba'zilar Sommi operatsiyasi go'sht to'g'rash mashinasida go'sht qiymi qilgandek bir ish bo'ldi deyishdi. Darvaqa bu operatsiyada Angliya armiyasidan 420 ming odam, Fransiya armiyasidan 200 ming odam, Germaniya armiyasidan 600 ming odam chiqim bo'lgan. 5-iyul Bagul atrofida bo'lgan jangda Gitlerning puti yorilinib, doktorxonada yetib davolandi. Saqayib chiqqandan keyin yana jangga otlandi. 1918-yil bahor va yozda
Germaniya oxirgi qitim umumyuzlik hujum qo'zg'adi. Uning polki turgan joyda jang to'liq shiddatli bo'ldi. 13 oktyabr kechasi Angliya armiyasi Ebreyning janubiga zaharli gaz qo'yib berdi. Warwick atrofidagi kichik bir cho'qqini qo'g'dayotgan Gitler zaharlanib qoldi. U daldangishib mengib qaytib keldi. Ko'zlari echishib og'ridi. Bir necha soatdan keyin ko'zlari go'yo qip-qizil ko'mir cho'g'dak qizirib ketdi. Atrofini qorong'ulik bosdi. U vaqtliq ko'rmas bo'lib qolib, yana bir qitim Pasivallikdagi Perosiya doktorxonasiga elib berib davolandi. 1918 avgust Gitler yana bir qitim birinchi darajalik Temir Krist medaliga erishdi. Odatdagi askarlarga nihoyat oz beriladigan bu medalni Gitler toki o'lib ketganiga qadar iftixor bilan taqib yurdi. Butkul urush mazgilida Gitler asabiy millatchilikning daydayga selishi orqasida jon tikib jang qildi. U Homer dastonlari, Injil va Shopenhauerning iroda va tasavvur sifatidagi dunyo nomli kitobini yenidan ayirmadi. U urush 30 yillik universitetning o'rnini dasidi aytdi va urushning Germaniyaning tashqi dushmanlarini bechit qilishini, zaminini tortib olishini, shuningdek Germaniyadagi marksizmni yo'qotishni orzu qiladi. Urush davomida uningga boshqa jangchilarga o'xshash xatchak va sovg'a salomlar kelib boqmadi. Frontdagi pasqinchilik, pitlab ketish, patqoqchilik, sesqichiliklardan hech qachon datlab targat urmadi. U bir bo'lunga kirib olib xiyol suratdi. Urushning oxiriga kelganda xalqning turmushi nihoyatda qiyinlashdi. Askarlar orasida urushdan bezor bo'lish va urushga qarshi turish kayfiyati kun sari yamrab ketdi. Askarlar urushni qarg'aytdi. Bundoq chaqda Gitler to'satdan chachirab o'rnidan turadi-da, kayfi uchgan holda u yoqdan bu yoqqa menib, marksizm va yahudiylarni tillab qarg'aytdi. Gitlerning granit kallasida shu chaqlarda muqim bir fikr shakllangan. Ideyasi asabiylarcha millatchilik ramkasida qetib qolgan. Vatanparvarlik xato emas. Halbuki tajovuz qilish orqali boshqa davlat manfaatiga ziyon selish, boshqa davlat xalqini nobud qilish yo'li bilan vatanparvarlik maqsadiga yetishning o'zi bir xil jinoyat. Albatta Gitler bunda o'ylamaydi. U doktorxonada yotganda doim noxush xiyolchan yuradi. Saranglardek u yoqdan bu yoqqa tinmay mang'atdi. Ba'zida to'satdan varqirab ketadi. 1918 yil 10 noyabrni Gitler abadiy unutmaydi. U kuni bir pop barliq yardorlarni yig'ib Berlinda inqilob partiladi. Germaniya podshohi Wilhelm II Gollandiyaga qochib ketdi. Cumhuriyat qurildi deb bakmun miskin va qo'rqinchli xabarni jakarlab, xirtildab yig'lab ketdi. Atsi, ya'ni 11 noyabr Fransiyaning Komipyegni shahrida urush to'xtatish kelishimi imzolandi. Demak, Germaniya urushda mag'lub bo'ldi. Gitler putlarida jon qolmaganlikdan silab-sipab yurib yotoqqa aron kelib oldida o'zini karvatga etib silib yig'lab ketdi. Ko'z oldi yana qorong'ulashdi. U kurash qilgan narsalarining borlig'ini qorong'ulik uyutib ketdi. Bu qorong'ulik yurgini yana bir navbat pora-pora qilib uni tugashtiribdi. U hammasi bekor ketibdi. Qurbon berishlar va tarqqan azoblarning hammasi bekor bo'pti deb hasrat chekdi. Yana g'azab bilan tishlarini g'o'chirlatib, ajba bularning hammasi bir bo'lak razil jinoyatchilarning bizning vatanimizni bo'zat qilib olishiga yo'l qo'yish uchunmi dedi. Germaniya armiyasi jang maydonida mag'lub bo'lmadi. Davlat ichidagi vatan sotqushlar uning orqasidan yoshurun xanjar urdi deb qaradi. U degan vatan sotqushlar yahudiylar bilan kommunistlar edi. Gitler ularni noyabr jinoyatchilari deb atadi. U shu kunlarda qalbimda mushundoq ishlarni qilgan kishilarga qarata o'chmanlik qo'zg'aldi deydi. Gitler atalmish noyabr jinoyatchilaridan qisos elish uchun siyosiyga qatnashishni qaror qildi. Keyingi kunlarda kommunizmga, sotsializmga, yangi jumhuriyatga tarnig'igacha o'chmanlik qilib, ularni tezlikda yo'qotaman deb qasam ichdi. 1919 yili 7 may Berlinda Versal tinchlik kelishimi jakarlandi. 28 iyun tinchlik kelishimi Versalda imzolandi. Kelishimga asosan Germaniya 25 ming kvadrat kilometr zimini va 6 million odamidan ayrildi. 1 million kvadrat kilometr keladigan mustamlikasining hammasini Angliya, Fransiya, Yaponiya, Belgiya bo'lib oldi. Shunda qilib Germaniya 65% temir,
45% ko'mir, 72% boyliq hamda 12% terilg'u etizi, 12% sanoat uskunasidan quruq qoldi. Okean paraxodlarining hammasi musodara qilindi. Germaniya amaliyotda butunlay qurolsizlantirilgan. Quruqlik armiyasida davomli turadiganlarning soni 100 mingdan oshmaydigan. Armiyada aeroplan, tanki bo'lishga ruxsat qilinmaydigan. Su osti paraxodi va 10 ming tonnadan ortiq kemalarni yasashga ruxsat qilinmaydigan bo'ldi. To'lam soni keyin ayrim bekitiladigan, ammo 1919 yildan 1921 yilgacha Germaniya avval 5 milliard Amerika dollari to'lab turdigan. Naq puli bo'lmasa, paraxod, ko'mir, yog'och materiallari, qo'y, kala qatorliqlarni beradigan bo'ldi. Versal tinchlik kelishimi Germaniya Avstriyadan iborat ikki davlatning amgakchi xalqini talon-taroj qilish bo'lib, kelishimda intayin eg'ir moddalar bor edi. Bo'libmi, Germaniya Polsha zimini masalasi germaniyaliklarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Chunki kelishimga asosan Germaniya Polshadan 3-qatimliq bo'lib olishga ega bo'lgan ziminini Polshaga qaytarib berishi, ammo Danzig erkin shahar bo'lishi, Sharqiy Prussiyaning Germaniya zimini bilan bo'lgan aloqasi Danzig koridori orqali ayirib etilishi kerak edi. Mana bular o'ng qanot siyosiy partiyaga hadab milliy kayfiyat paydo qilish, qisoskorlik o'tini ulg'aytishning bir dastiki bo'ldi. Shunda qilib Danzig koridori Ikkinchi dunyo urushining tiltisi bo'lib qoldi. Shu chaqlarda Berlin hukumati qaytarilgan urush asirlari, harbiydan qaytish oldida turgan ofitser askarlarga puhrolik tarbiyasi elib berishni talab qildi. Ularga dars berguvchi professorlar, yozuvchilar, madaniyat amaldorlari, ofitserlar burunqi imperiyaning ichki tashqi buyuk siyosati, yahudiylarning sotqinligi, sharq bolsheviklarining tahdidi qatorliqlarini tashviq qildi. Gitler tunji qitim universitet darsxonasida sistemlik bilim oldi. Bir qitim muzokirada bir o'quvchi yahudiylarni oqlaganda Gitler qattiq radiya bergan. Uning yahudiylarga qarshi safsatlari yuqoridagilarga bakmi yarab ketdi. Uzun o'tmay u Myunxendagi bir polikning instruktorligiga o'stirildi. Uning asosli vazifasi xalqlik ideya, ya'ni tinchlikparastlik, sotsializm, demokratizm bilan kurash qilish edi. Bu ish Hitlerga yuqoriga yamishadigan fursat yaratib berdi. Bu yerda u notiqligini yetildirdi hamda bir qancha fikrdoshlar bilan tanishdi. Bularning biri Myunxen universitetida dars so'zlagan Gonferd Feder edi. Hitler Feder bilan maslahatlashib, noyabr jinoyatchilarining partiyasi bilan burjua demokratlar siyosiy partiyasi Germaniyani barbod bo'lish oldida turgan vaziyatdan qutqizib olmaydi deb hisoblab, yangi bir partiya Sotsial inqilob partiyasini qurmoqchi bo'ldi. 1919 yili sentabrning ma'lum bir kuni tushdan keyin Hitler quruqlik armiyasi siyosiy bo'limining buyrug'i bo'yicha Myunxenga kichik bir siyosiy guruh Germaniya ishchilar partiyasini tekshirishga bordi. 12 sentabr oqshimi u puhroch kiyinib Sidonna Kiroo piyovxonasining kichikgina bir uyiga keldi. Bu yerga 25 odam yig'ilgan. Hitler ularning ma'nisiz gap so'zlarini anglab ichib pushdi. Ketmoqchi bo'lib turganda Norman ismli bir professor o'rnidan dasturib so'zlab, Bavariyaning Germaniyadan ayrilib chiqib, Avstriya bilan birlashib, Janubiy Germaniya davlat qurishni tashabbus qildi. Bu gapni anglab Hitler qattiq g'azablandi-da, o'rnidan dasturib, bu bilimlik apandiga qattiq radiya berdi. Professor qiladigan gap topolmay g'appida tikibdi. Yig'indan keyin qo'rsqini obdalla bo'shtib olgan Hitler qaytib ketmoqchi bo'layotganda, bu kichik partiyaning muavin raisi Anton Derexler uni to'xtatib olib, qo'liga bir biroshorini tutqizib qo'ydi. Hitler atsi soat 5 da o'rnidan turganda yomg'ir yig'ib u yomg'irning ahvoliga qarab yiqib, uyiga yenib kirdi. Derexler qo'liga tutqizib qo'ygan kitobchi esiga kelib, uni inchkilik bilan o'qib chiqdi. Kitobning ismi Mening siyosiy engim edi. Derexlerning nishoni ishchilar sinifi asos qilingan, shuningdek kuchli cho'ng German millatchiligi saqlab qo'yilgan siyosiy tashkilot qurish edi. Kitobdagi nurg'un o'y fikrlar Hitler o'tgan bir qancha yilda tikilgan ideya bilan mos keladi. Shu kuni Hitler o'zining bu partiyaning a'zoligiga qabul qilinganligi uqtirilgan bir otretgini hang-tang bo'lgan holda topshirib oldi. Uqtirishda u 16 sentabr Mo'tavarlar ko'chasidagi Kon Rosenbart mehmonsaroyida echiladigan komitet a'zolari yig'iniga taklif qilingan. Hitlerning buningga achchig'i ham kulgisi keldi. Uning keyin aslishicha,
u ularning o'z 5-chilik qilganligini his qilib bu taklifni rad qilib xat yozdi. Lekin avatadigan chog'da qiziqishi ustun kelib ular taklif qilgan komitet a'zolari yig'inining qandoq bo'ladiganligini qatnish bir ko'rib beqish niyatiga keldi. Gaz lampining xira yo'riqida bir qancha yigit shirani cho'rdab o'ltirib ba'zi masalalarni muzokara qilyotdi. Yig'in tartibi mexanik va ma'nisiz edi. Getlar qattiq bezor bo'ldi. Lekin bu arzimas odamlarda Getlarni jalb qilib olgan qandoqdir bir narsalar bor edi. Ya'ni ular odatdagi ahamiyat bilan cheklanib qolmaydigan partiyaning yangi bir harakatini uyushtirishga intizor edi. Getlarga kerakli narsami dal mushu. Shu kecha gazarmaga qaytgandan keyin Getlarning uyqusi qochdi. U bu tashkilotga qatnashish yoki qatnashmaslikdek cho'ng tanlashga duch keldi. U o'zining pul meli, orqa terigi, siyosiy bilan shug'ullanish tajribasini yo'q bir so'ltak ekanligi, har qanday bir harakat bilan shug'ullanay desa, aqalli asosmi hozirlamaganligi. Shunga ikki qo'li quruq holatda yo'qni var qilishning intoyi mushkul ish ekanligini obdan biladi. Buning aksicha, agar u Germaniya ishchilar partiyasidan foydalansa, uning aslida bor bo'lgan tashkiliy xarajati, xodimlarni o'ziga xizmat qildirish yo'li bilan o'z nishonini ishga oshirish xili oqadigan obdan chora edi. 2 kun qattiq bosh qotirib o'ylangandan keyin bir qavoqxonada echilgan yig'inda Getlar bu partiyaga qatnashishni qaror qildi. Getlar bu mening umrimdagi intoyin hal qilg'uchi xarakterga ega qaror bo'ldi. Mushu qadam tashlagandan keyin chekingidek yo'l qolmadi. Chekinishmi mumkin emas edi deydi. Bu partiya keyingi natsistlar partiyasining boshlamchisi edi. Shunda qilib Getlar Germaniya ishchilar partiyasi komitetining 7-a'zosi bo'lib qoldi. Hamda tashviqot, a'zo taraqqiy qildirish ishiga mas'ul qilindi. Getlarning siyosiy hayoti ana shundoq boshlandi. Getlar siyosiyga yangi qatnashgan chog'da Germaniya ishchilar partiyasi hech qanday nomi chiqmagan klub shakldagi odatdagi bir partiya bo'lib, aran 7 mark 50 fen pul bor edi. Bu partiyaning muavin raisi Anton Drexler doim haqiqiy sotsializmchi koni muqamlarga to'lab, qandaqdir internasionalnimi, sinfiy kurashnimi kerak qilmaymiz. Baxit poetish, quruq gap setish, yig'ilish, namoyish va saylam o'tkazishga emas, balki xizmatni obdan ishlash, qo'rsatni obdan to'yg'izish, bolalarning bo'yining o'sishiga bog'liq degandek haq-nohaq ekanligini belgili bo'lmaydigan ikki bisliq programmalarni targ'ib qiladi. Ular har haftalik yig'ilishida jamiyatdagi dangdor shaxslarni so'zga taklif qiladi. O'zlari cho'gin qaynaganda qaynab, ishidagi noroziliklarni aytishib oladi. Mana bu shundoq oddiy bir partiya edi. Shu chaqda bundaq partiyalar Germaniyaning hamma yerida bor bo'lg'achqa, uning kunlarining birida butun olamga dang chiqaradigan natsistlar partiyasiga aylandiganligi hech kimning xiyoliga kelmagan. Amdi Getlar shuhratparastligi va iqtidorini namoyon qiladigan joy deb olgan edi. Uning Veynadagi chaqlardan bo'yon hech kimga qaramay izlab yurgan yuqoriga yomish puristi o'zili kelgan. Shunga u bu partiyaning har xil faoliyatlariga butun vujudi bilan kirishib ketdi. U bu ishlarda yuraksizlik qiladigan bu komitetning cho'ngroq ko'lamdagi yig'ilishlarni o'tkazishiga haydakchilik qildi. Buxturma holatdagi bu guruhni ommaga yuzlanishga majbur qildi. Boshda bu xizmatlarda doim degudak o'ngsizliklarga uchrab yurdi. Necha o'nlagan bag'oqlarni tarqatgan yig'inlarga o'zlarining 7 odami keldi. Lekin u buninglik bilan bo'shib qolmadi. Keyin ozroq pul jug'lab yerli gezitga yig'in uqtirishini bostirdi. Shu qitimda eng ko'p odam 111 odam keldi. Getlar ikkinchi bo'lib so'zga chiqdi. U barliq notiqlik mahoratini to'liq ishga selib yarim soat so'zladi. Anglag'uvchilarning inkosi ajoyib kuchli bo'ldi. Ya'ni ular go'yo to'q to'qivatgandek hayajonlandi. Yig'indan keyin ko'pchilik 300 mark iyon qildi. Bu Germaniya ishchilar partiyasining tunji qitimli g'oyat zo'r g'alabasi edi. Buning bilan Getlarning partiya ichidagi o'rni o'sdi. Shuningdan keyin Getlarning har qitimliq nutqi xo'shallanarlik unumga erishdi. U yana bir qancha qitim nutq so'zladi. 50 fendan bilet setilsimi anglag'uvchilar barg'ansir ko'paydi. Partiya ishchiliklar amduni xiyolparast demaydigan bo'ldi. Hatto yereksizlarmi uni partiyaning umidi deb maqtadi. Shuning bilan 1920 yilning boshlarida
Gitler partiyaning tashviqot xizmatini o'tkazib oldi. U rassom degan nom bilan bir pivxon kutuvchilarining dam elish uyining oyligini 50 markka ijaraga elib, partiyaning ish bajarish o'rni qildi. Ustal o'rindiq, bexatarlik ishkobi va mashinika oldi. Telefon o'rnatdi-da, xizmatlarni dag'dug'iliq qanot yoytirib atdi. Gitlerning o'y fikrlari ishtoshlarini hayron qoldirdi. U 2000 odam sig'adigan o'rdi pivxonasining ziyofat zalida ommaviy yig'in etishga tayyorlik qildi. Bu kichikkina bu partiya uchun ilgari o'ylashga jur'at qila olmaydigan cho'ng bir ish bo'lganlikdan ishtoshlar boshlarini chayqab, bunda qilishni sarangliq deb qaradi. Harrer xizmatdan istifa berish orqali e'tiroz bildirdi. Uning o'rnini olgan direkslarmi bunda cho'ng ko'lamlik yig'inning muvaffaqiyatli bo'lishiga toza ishonch qila olmadi. Ammo Gitler jimi tayyorlikni o'zi yolg'iz ishlab, bu qaytimqi yig'ilishning barliq oqibatiga o'zi mas'ul bo'lishni xohlaydiganligini bildirdi. Yig'in qaralida, ya'ni 24-aprel ochildi. Yig'inga 3000 ga yaqin odam qatnashdi. Gitler yig'inda tunji qaytim Germaniya ishchilar partiyasining Gitler, direkslar va Feder birlikda tuzib chiqqan 25 moddalik programmasini sharhlab o'tdi. Yig'in maydonidagi hayt-huytlar, taraq-turuqlarning ko'piragi Gitler o'qigan programmalarning mazmuniga qilingan tantana edi. Bu programma yig'inda ma'qullandi. Shuningdan e'tiboran ishchilar partiyasining nomi chiqib ketdi. Gitler mushu qitimliq yig'ilishdan boshlab partiyamiz kichik klublarning barliq asoratlaridan qutulib, davrimizdagi eng kuchli omil jamoat fikriga tunji qitim hal qilg'ush ta'sir ko'rsatdi dedi. Natsistlar partiyasi maqtab uchurilib ko'tarilgan bu programma amaliyotda ishchilar, to'van qatlam, o'ttir burjuaziya va dehqonlarni aldaydigan cho'ng dosh qaynoq edi. Uningdagi fikrlar bakmu chechilang'u, bir-biriga zid bo'lib, butunlay o'z atrofiga odam to'plash, vaziyat yoritish uchunla oldirab tinab tuzib chiqilgan. Programma mazmuni 4 bo'lakka bo'lingan. Programmaning birinchi bo'lgida Gitler German millatchilarining davlat qurish fanjinini o'tirg'i qo'yib, Versal bilan San Germaniya tinchlik kelishimini amaldan qoldirish, barliq germanlarning buyuk Germaniya davlati birlikka kelishi hamda mustamlikalarga ega bo'lishini talab qildi.